Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizi başlayımız. Leksiyede size Cürüz Washington'da sözleyimiz. Bugün çislağa 2025 yıl 10. ayının 28. günü vatandaş. Sizlerge tünüge yetkizgendek haberlerimizde ve leksiyelerimizde evet, Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Donald Trump Kuala Lumpur'dan qaytıp çıkıp Tokyo, Japonya'ya geçip geldi. Bu 2 günden beri Japonya'da kızgın karşı elindi. Japonya padişahı Terim bilen görüştü. Bundan Japonya'da yeni saylangan vezir, Japonya'nın veziri Takeichi hanım bilen görüştü, söhbet ötküzdü. Hazır hesaptı matbuatlarda kötürülgen yeni fikir Japonya, Amerika, Amerika, Japonya'nın münasebeti de altın devir başlandı dep kayıt kıldı vatandaş. Biz bugün şu altın devrine münasebetlik yani Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Donald Trump'ın Japonya'nı ziyaret kılışına münasebet haberler bilen ondan tahlil bilen sizlerle tahminlerimiz vatandaşları. Mesela alaylı destekte kısa haber şeklinde ekranda Japonya parlament azası Xi Jinping'ni gazap bilen tilledi. Bütün Cumhur memleketi yeter. Boldu değişti dedi. Amerika Japonya birleşip Japonya'da Kompartiyadan hali buluş şamili götürüldü. Yani Cumhur Kompartiyasının hali buluş. Yani Asya'da Cumhur Kompartiyasının hali buluş. Yani dünyada Cumhur Kompartiyasının hali buluş karaganda Japonya'da bu şamal Japonya'da götürüldü. Aslı mavzu hakimiyet beşedeki Japonya parlament azası Xi Jinping'ni gazap bilen tilledi. Hemmele adam senden bizar boldu. Amerika Japonya sirak topa kelişimi imzaladı. Kompartiyadan halas buluş şamili Japonya'da götürüldü bu. Keyinki mavzu azı ekrandaki mavzu. Ümit Sadası TV 10. ayının 28. günü YouTube. Yani bir haber Prezident Donald Trump Japonya veziri Sani Takeichi bilen kızgın fikir almıştırdı. Amerika Japonya'nın altın devri vaziyeti kayta yer aldı. Japonya Amerika münasebeti de altın devri başlandı. Yeni tanıklar. Televizyası onun yani 28. gün YouTube. Yani bir haber Amerika Japonya münasebeti kızgın bir revişte yukarı götürüldü. Akbarat yaşması onun yani 28. gün YouTube. Enlik yazma haber. Asya'da tüncü bile Asya'da tüncü biket geçin ona. Asya'da tüncü biket yani Prezident Donald Trump yetip bardığın tüncü biket. Prezident Donald Trump Japonya veziri Sani Takeichi'ge kişine hayran kaldırdığın vaadlerini verdi. Mavzulu haber 10. ayının 28. günü erkelik vakit gazeti ilan kılındı. Erkelik vakit gazeti Tayvan'ın gazeti ötedi. Haber mundak başlandı. Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump 28. günü Japonya'nın yeni sayılan veziri Sani Takeichi bilen yukarı dercilikle söhbet ötküzdü. Hem de diplomatik adetlerden alkıp çıkıp kişine hayran kaldırdığın vaadlerini verdi. Yani Prezident Donald Trump Japonya veziri Takeichi'ge kişine hayran kaldırdığın vaadlerini verdi. Bloomberg agentlik haber kılıp munda ko'rsatdi.
Prezident Donald Trump söhbətçi yanında Yaponiya vəziri Takeichi'ge mundaq dedi. Sen nimeni xalısan, nimeye ihtiyaclık bolsan, ben şunu bilemem. Onun hemmisi bizde var. Bu bir vədidək, körünügen qattiq söz ibarlar idi. Takeichi'nin dəstəbdə oturub çıxıdığan diplomatiya meydanıga qimmatlik soğuk taqdim qılğanlıq bulub hesaplan. Biyedik söz qattiq ibarlar bu Takeichi bilen Prezident Donald Trump oturuşki ibar emas. Gerçi sözlü atkan ibaret Prezident Donald Trump'ın ağzın çıksın ama bu vatandaş bunu görüvelin ki bu bir vasıta Beijing tarafı ketip otu da. Çünkü 30. günü Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump Kore'de Cumhurbaşkanı reisi Xi Jinping ile fikirleşiyordu, sohbetleşiyordu vatandaş. Hazır biz bu iki devlet başlığı Yaponiya, Amerika Koşmuş Ştatları devlet başlıklarına sohbet cereyan degen bu sözleri ki salmak ne? Makarana bir devlet başlığı, ikinci bir devlet başlığı ne dedi? Sen nimeni xalısan, ben nimeye ihtiyaclık bolsan, ben şunu bilmem. Prezident Donald Trump, Yaponiya vəziri Takeichi'ge eytibat. Onun hemmisi bizde var, Amerika'da var. Bu bir de körünsü o qattiq söz ibarlar Takeichi'den dəstləb oturğa çıxıdığan diplomatik meydanıga qimmatlik soğuk taqdim qılğanlıqdır deyildi mətbuatda vatandaş. Amerika-Yaponiya ittifaqlığının küçlük bir derece götürüldü. Prezident Donald Trump Tokyo mehmanxanasında Yaponiya vəziri Takeichi bilen uçraşqanda Amerika-Yaponiya münasibetiga yuqori baho berdi. Prezident Donald Trump mundaq ko'rsatdi. Biz intayin bir güçlük derecedeki dostlarımız. Hem de vəzir Takeichi'ge mundaq dedi. Siz şunu bilip kalışınız gerek ki her kandak vakitta, her kandak mesele boyunca, her kandak endişe köp. Her kandak men Yaponiya üçün qilib beralıydigan iş. Hemme nerse bizde var. Yani Amerika'da var. Prezident Donald Trump yani mundaq ko'rsatdi. İki taraf Yaponiya, Amerika taraf her kandak çağdı kedin teximi zor, teximi köp sade ticaret kılalayımız. Tam o yüzden Beji Angliya bilen imzalanıp kelişim şartnamelerindeki yılla Asya'da Yaponiya ile imzalanğan idi. 15% vatandaş. Kuala Lumpur'a çıkıştın avval Prezident Donald Trump Cungo kartıp dedi ki şartnamı imza koysan. Şartnamı imza koymasan, kelişimge imza koymasan, mesela 155%'den tamamını Beji koyman. Hazır Kuala Lumpur'da Cungo Amerika Oturuz Saudi kelişim imzalandı. Baj norması kançılık bekitildi. Tak oturuğa çıkmadı cuma vatandaş. Mesela 15% Angliya, 15% Yaponiya degендek, bunda persellik baj norması Cungo ile Amerika oturuğa çıkmadı. Lekin kelişim hazır Kuala Lumpur'da ramk kelişim bekitildi vatandaş. Hazır ende Yaponiyaga vədi verip bizden Saudi ticaretimiz oturluqda bulup keliyotudu. Yani bunun ki Yaponiya, Amerika, Saudi münasibeti teximi zor, teximi köp Saudi ticaret kılalayız. Prezident Donald Trump 29. günü Kore'ye verip 30. günü Cumhurbaşkanı reisi Xi Jinping ile görüşüdü. Yine bir haber vatandaşlar. Yaponiya prezidenti Yaponiya ve Prezident Donald Trump bilen Yaponiya vəziri Takeichi söhbət qoldurup avval Tayvan meselesini tilgaldı. Yaponiya vəziri Takeichi Tayvan boğazdan tinçliği
muqimligi muhim ekanligini ta'kidladi. Halkılık Beyt'le 10. ayının 28. günü YouTube vatandaş. Yani bir haber. Prezident Amerika Qo'shma Shtatlar Prezidenti Donald Trump Tayvandan qanchalik bardoshlik bera olishini umid qiladi. Bu deganlik, yoki Jungo Kompartiyasining armiyasi Tayvanga hujum qilsa, yoki Tayvan bo'g'izida tasodifiy hujum bilan urush boshlanib qolsa, Tayvan zada qanchalik bardoshlik bera oladi. Hozir buning javob bergan kishi eng do'stona amerikaliklar mundaq deydi. Ko'p bo'lganda 2 oy. Shiba Mingfu 10. ayının 28. günü Yaponiyalik obzorchi. En ko'p bo'lganda 2 oy. Bu deganlik Tayvan nada vatandaş coğrafya xarita aralığında Amerika nada? Dengiz okeanı ayırıp durduğuna yiroq bir yol. Yani şuna da mı degende Tayvan 2 oylik bardoshlik beralisa, angacha armiyani Amerika Qo'shma Shtatlarining armiyasi yetib keladi, harbiy kuchi yetib keladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining zarbasi yetib keladi deganlik vatandaş. Bunda rostini aytganda 2 oylik bardoshlik beralisa, Tayvanga qapilanglar, Tayvan Xitoylar shularga bardoshlik beraligiga kuchi albatta bor deb tushunamiz, chunki Amerika qo'llayotgan rayon vatandaş. Yana bir xabar vatandaşım, endi buni qo'yilgan mavzu qanday ekan tuyuqsiz yetib kelgan xabar. Amerika matbuotlari Amerika Jungo o'tirishida urush faqat bir qadamla ariq qoldi dedi va shunda xabar qildi. Changje qiziq nuqtalar obzori 10. ayının 28. gün. Bugün Aşalametlerden elik burunqı boşun torunun obzorchisi Changje bugün mavzu qo'yibdi ekranga. Amerika bilan Jungo o'tirishi urush, bu urush faqat bir qadam ariq qoldi. Endi biz o'zimizning gapga kelaylik. Vatandaş Prezident Donald Trump bilan Yaponiyaning vaziri, yangi tayinlangan vaziri Takaichi xonimning suhbatini qo'llaymiz vatandaş. Yaponiya Amerika munosabatining oltin davrini qo'llaymiz vatandaş. Yaponiya Amerika hamkorligining Osiyoda qudratli kuch hosil qilib, faşist va yoki mustabid siyosiy hokimiyat, Kompartiya va uning hukumat hokimiyatiga qarshi yoki cheklash xarakterli ish qilishini qo'llaymiz Amerika Yaponiyaning vatandaş. Yaponiya ittifoqligi, Amerika Yaponiya ittifoqligi birla Osiyoning emas, hozir butun dunyoning tinchligi uchun ajoyib tuhfa qo'shadigan ittifoqlikdir. Bugün oltin davri kirdi deganda tasavvurimiz bizning taraflarga mang'da vatandaş. Taraflarga mang'da. Masalan 2023 yılı 8. ayda nechinchi kunlari shu isimda qolmabdi ya kechiring vatandaş. Yaponiyaning sobiq vaziri Fumio Kishida O'rta Osiyoda 5 davlatni ziyorat qildi va dediki, Yaponiya endi O'rta Osiyoga kirdi dedi. Biz Yaponiyada navbatda yangidan saylangan vazir Takaichi xonimning Yaponiyaning avvalgi sobiq vazirlarining mushu va'dalariga asoslanib O'rta Osiyoga yurish qilishini, masalan, savdo, tijorat, madaniyat, fan-texnika, diplomatiya va qurilish xarakterlik, iqtisodiy qurilish xarakterlik harakatlar bilan, faoliyatlar bilan Yaponiya hukumatining, Yaponiya davlatining, ya'ni Osiyodagi Amerika Qo'shma Shtatlari do'sti yoki ittifoqchisi Yaponiyaning O'rta Osiyoga yurish qilishini umid qilamiz vatandoshlarım. Shunda umid qilamiz. Sani Takaichi xonim. Undan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq vaziri va sobiq prezidenti kechiringlar. Sobiq prezidenti va shu vaqtdagi sobiq prezidenti Joe Biden va Joe Biden hukumatining
Devlet İşler Katibi Antony Blinken 2023-yılı 9. ayının 19. günü Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yığınında Orta Asya'daki 5 devlet rehberlerini bir yerge toplap yığın içip özara fikir almıştırıp biz yani Amerika Orta Asya'ya yürüyüş kılımız. Medeniyet, tinçlik, paravallık, bexatarlik, soda ticaret, her xil almashtirish, yani soda ma'arif madaniyat almashtirish sohasi bo'yicha O'rta Osiyoga yurish qilamiz degan edi. Balki ulgurolmadi vaqt tartibida yoki boshqa g'arazda bugun Amerika Qo'shma Shtatlari O'rta Osiyo to'g'risida bu nishonni ishga oshirmadi vatandosh. Şundakla 2023-yılı 11. ayda Angliya Büyük Britaniya parlamenti biz O'rta Osiyoga yurish qilamiz, O'rta Osiyoga kiramiz. O'rta Osiyoga kiramiz, O'rta Osiyoga madaniyat, savdo, tijorat ishlari bilan yetib boramiz degan edi. Angliya parlamenti ham shundan keyin konkret bir harakat tashlamadi. Biz bu devletlerinin Amerika Qo'shma Shtatlarining, Yaponiyaning, Angliya, Britaniyaning O'rta Osiyoga kirishini umid qilamiz biz Uyg'urlar. Umid qilamiz ham qo'llaymiz biz Uyg'urlar. Yaqinda vatandoshlarga so'zida O'rta Osiyodagi 5 davlatni bir yerga to'plab Xitoy Kompartiyasining hukumati inoq qo'shindorchilik, abadiy inoq qo'shindorchilik shartnomasiga imzo qo'ydi vatandosh. O'rta Osiyodagi 5 davlat kollektiv holda imzo qo'ydi. Men shu vaqt sizlarga dedim, bu xatarlik dedim. Bu xatarlik dedim. Chunki mushu orqali Xitoy hukumati O'rta Osiyodagi davlatlar bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirish orqali Uyg'ur qirg'inchiligini kuchaytirish, Uyg'urni yo'qotish harakatlarini kuchaytirish, Uyg'urga bosim ishlatish, Uyg'urning xalqaro faoliyatlariga va davlat ishi, mustamlik Uyg'uriston davlat ishi faoliyatlariga zarba berishni nishon qilgan edi. Yaqinda bir xabarga qarasak shunday dediki, hozir Xitoyning O'rta Osiyoga kirishini qo'llayotgan yanalar Rossiya. Ayni vaqtda Char Rossiya edi. Keyin Lenin Stalin Rossiyasi edi. Bugun Vladimir Putin Rossiyasi Xitoyning O'rta Osiyoga kirishini qo'llayotdi. 5 davlat yig'ini etishni va 5 davlat kollektiv imzo qo'yishni prezident Vladimir Putin qo'llab va Uyg'urlarga nisbatan intayin zo'r bosim paydo qildi. Aytib kelaylik, Yaponiyaning yangi saylangan vaziri Takaichi xonim yaqinda Uyg'urning bir qizini Alpiya Eri yoki Alpiya Eri Uyg'ur qizini Yaponiya kabinetiga olib kirdi. Undan burun bu qiz parlamentda ishlagan edi. Biz shu munosabat bilan ham Yaponiyaga yangidan vazir bo'lib tayinlangan Takaichi xonimni muboraklaymiz, tabriklaymiz. Ham shu munosabat bilan bu qatam bir nafar Uyg'ur qizini Alpiya Eri Uyg'ur qizni Yaponiya Tashqi ishlar ministrligiga muavin ministr qilib tayinlaganligini qutlaymiz, qo'llaymiz, tabriklaymiz. Buning uchun rahmat Yaponiya parlamenti, Yaponiya hukumatiga. Buning uchun rahmat Yaponiya hukumatining yangi vaziri Takaichi xonimga. Bugungi Uyg'urlarning masalasi oddiy masala emas, murakkab masala. Murakkab masala mu degili bo'lmaydi. Chunki agar hal qilishga qo'l tutish qildigan bo'lsa, xalqaro jamiyat hal qilishni xohlaydigan, tanlaydiganlar bo'lsa, bu bir og'izli gap. Bir og'izli gap. Chunki xalqaro jamiyat Uyg'urlarning davlat qurish huquqini inkor qilib yoki zabt qilib Xitoyga qo'shib bergan davlat Uyg'ur mustamlika davlat. Stalin shu rolni o'ynagan, Jungo Kompartiyasining daisi Mao Zedong shu rolni o'ynagan, Stalin bilan Mao Zedong birlashib yoki Stalin bilan Jiang Jieshi birlashib Uyg'uristonni Xitoyga qo'shib bergan shunday bir davlat.
Bular o'tirdi shartnoma, xalqaro shartnomalar. Bular bekor qilinsa, Uyg'uristonning mustaqilligi do'ngi chiqadi vatandosh. Oshkor va o'tirg'i chiqadi vatandosh. Balki bu kunda mushu shartnomani oshkorlash va uni to'lig'i bilan xalqaro jamiyatga topshirishga Rossiya qarshilik qilyapti. Xitoy qarshilik qilyapti. Buning uchun Rossiya Vladimir Putin ikki shartnomani 1945-yil 8-oyning 14-kuni Jang Jesh hukumati Gomindan bilan imzolangan shartnomani 1950-yil 2-oyning 14-kuni Stalin bilan Mao Zedong imzolagan shartnomani bekor qilishni biz Uyg'urlar talab qilamiz. Uyg'urlarning maqsadi shu. Buni bekor qilib, Uyg'ur 3-qatim qurgan Cumhuriyetni asli keltirishga xalqaro yordam berishni, xalqaro madad berishni, xalqaro qo'llashni va xalqaro jamiyatdan Uyg'urlar qurgan davlatni e'tirof qilishini umid qilamiz, arzu qilamiz va talab qilamiz vatandoshlar. Yaponiyaning yangi vaziri sizni tabriklaymiz. Sani Tekaychi xonim. İki cümlede şundak bir hikayeni sizge sözlep biray. Sani Tekaychi xonim. 1945-yil 8-oyning 15-kuni Yaponiya Uluq okean urushidan chekinib chiqdi. Urush to'xtadi. 4 yil, 5 yil Uyg'uristonga hukmronlik qilgan 3-Cumhuriyet Uyg'uriston Xalq Cumhuriyeti 1949-yili tajovuzga yoki shakillik tajovuzga, qurolliq tajovuzga emas, shakillik tajovuzga hujum qilish yoki urush shaklida kirib kelish emas, tinch yo'l bilan kirib kelish iborat tajovuzga uchradi. Stalin Xitoyning atalmish ozodlik armiyasini 49-yili 1-oydan boshlab, 1-oyning oxiridan boshlab Uyg'uristonga boshlab kirdi. Hava transport, harbiy transport aeroplan bilan o'tkab keldi. Harbiy transport mashinalar bilan o'tkab keldi Xitoyning ozodlik armiyasi. Tekaychi xonim, demak bu yerda bog'lanish shuki, Yaponiya 1945-yil 8-oyning 15-kuni urushdan to'xtadi yoki urushdan chekinib chiqdi. 4 yildan keyin Xitoy hukumati Mao Zedong, Rossiya Stalin Sovetlar hukumati Stalin birlashib Xitoyning ozodlik armiyasini Uyg'uristonga boshlab kirdi. Buga mustamlik Uyg'uriston ikki xil yo'qotish, avval cho'ng yo'qotish. Siyosat ekologiyalik yoki ekologiyalik siyosat xarakterli yo'qotish. Xitoydagi barliq ko'chman Xitoylarni chiqamalli degan barliq ko'chman Xitoylarni Uyg'uristonga yetkazib kelish, siyosiy ekologiyaga buzg'unchilik qilish. Shundaqla uni yetkazib kelish bilan hozir Uyg'uristonga tabiiy, jo'grafiylik, ekologik buzg'unchilik qilish. Yani bu Xitoylar urilishi, bozyer etishi, daryolarning aqin jag'ini o'zgartishi, to'g'rilikni kesishi bugun hozir Xi Jinping siyosiy hokimiyati Taklamakan umumiy hujum qo'zg'adi. Taklamakan g'oyat zo'r cho'l yoki jazira. Lekin bu ekologiyada uning o'zini tutgan o'rni va ekologiyalik muhit uchun ta'sir ko'rsatgan o'rni va Taklamakan qumlig'i edi. Hozir Xitoy hujum boshladi. Bu ekologiya berib butun O'rta Osiyo rayoni, hatto butun dunyoga ta'sir qilishi mumkin. Ekologiyaning buzilishi butun dunyoga ta'sir qilishi mumkin. Shundaqla yaqinda O'rta Osiyo davlatlari bilan birlik shartnoma imzolagan Xitoy shundaq dediki, Xinjiangning, ya'ni mustamlik Uyg'uristonning muqimligi, tinchligi Şurayının hatta Asiyanın hatta bütün dünyanın tinchliği, muqimligiga ta'sir ko'rsatdi dedi. Hurmatli Yaponiyaning vaziri Tekaychi xonim. Meni demoqchi bo'lganim, sizga uqtirmoqchi, yetkazmoqchi bo'lganim bir jumla. Yaponiya Uluq okean urushidan chekinib chiqdi. Xitoy tajovuz qilib Uyg'uristonga kirdi. Stalin boshlab kirdi, Mao Zedong boshlab kirdi. Yaponiya Uluq okean urushidan chekinib chiqdi. Stalin bilan Mao Zedong birlashib Xitoyning armiyasini Uyg'uristonga boshlab kirdi. Bugun
Uyg'uristonda ikki xil ekologiya, siyosat ekologiyasining buzilishi, tabiat ekologiyasining buzilishi oxiri Uyg'ur qirg'inchiligini maydonga chiqardi. Yaponiyaning yangi saylangan vaziri Takaichi xonim, navbat sizning diplomatik siyosatingizga Uyg'ur masalasi mana shunday kirishi kerak deb sizga talab qo'yamiz. Sizning vazir bo'lganligingizni tabriklaymiz, xizmatlaringizga utuq tilaymiz, g'alaba tilaymiz. Shundaqla bizning Uyg'urning qizi Alpiya, ya'ni Alpiya Eli qizimizni avvalo parlamentga, undan keyin hukumat yoki Yaponiya tashqi ishlar ministrligiga muavin ministr qilib akirganligingizga biz Uyg'urlar ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Bugun bu qizimiz Uyg'urlarning xalqaro siyosat sohasidagi cho'lponi aylanishi kerak. Bugun bu qizimiz Alfiya Eri xonim Uyg'urlarning chet eldagi siyosiy hayotida parlab turgan yulduzga aylanishi kerak. Shuni Osiyodan boshlaganda yoki Ikkinchi Dunyo urushining g'albisi va urushning jarayoni va oqibatidagi Uyg'ur davlatining munqaris qilinib mustamlika bo'lib qilishidan boshlaganda albatta Yaponiya hukumatining bu qatam bir nafar Uyg'ur qizini hukumat tarkibiga elib kirganligidan sevinamiz va Yaponiyaning yangi vaziri, yangidan saylangan vaziri Takaichi xonimni olqishlaymiz va qo'llaymiz. Biz Uyg'urlarning irodasi mana shundoq ham sizning yangi xizmatda jarayonida va yangi xizmatga kirishingizga va yangi diplomatik faoliyatingizda Uyg'ur masalasining salmoqli o'rin tutishini sizdan o'tinib so'raymiz. Yaponiyaning yangi vaziri Takaichi xonim, siz bugun shuni e'lon qildiki, axborot Yaponiya Amerika munosabati oltin davrga kirdi. Biz shuni umid qilamizki, Yaponiya Amerikaning oltin davri, Osiyodagi oltin davri, bu yerdagi kommunizm rejimini, Gongchendan Kompartiya rejimini oxirlashtiradigan va Jungoning ozodligini qo'lga keltiradigan. Xuddi prezident Donald Trump 5-oyning 30-kuni degandek, tamojni beja qachongacha yo'l qo'yildi, Jungo ozod bo'lguncha degan edik. Mana qadamlar bilan butun yer shari xalqini, Osiyo xalqini, bo'lib mustamlika Tibet va Uyg'ur xalqini, Hong Kong xalqini, shu qatorda Tayvan xalqini xo'sh qiladigan bir diplomatik faoliyatning g'albilik boshlangan diplomatik faoliyatning o'tirg'i chiqishini umid qilamiz. Yaponiyaning yangi saylangan vaziri Sani Takaichi xonim. Biz Uyg'urlar shunday umid qilamiz.